Hammaga qadrli talabalar, bugungi mavzuyimiz misning elektrokimyoviy ekvivalentini va ion zarini aniqlash mavzusi. Ushbu mavzuyimiz elektroliz hodisasiga bog'liq holda o'rganiladi. Elektroliz hodisasi esa elektrolitlardan tok o'tganda elektrodlardan massaning ajralib chiqishi. Ushbu elektroliz jarayonidan ilhomlangan holda buyuk fizik Michael Faraday 1833-yilda o'zining birinchi qonunini yaratadi. Bu qonunga asosan elektrodlardan ajralib chiqqan modda massasi uning elektrokimyoviy ekvivalenti va zaryadiga to'g'ri proporsional bo'ladi. Bu yerda moddaning elektrokimyoviy ekvivalentini topadigan bo'lsak, ekvivalent teng bo'ladi modda massasining tok kuchi va uning vaqtiga bo'linishi. Ushbu mavzuyimizni bajarish sxemasi quyidagicha bo'ladi. Endi esa uni amalda qilib ko'rsatamiz. Birinchi laboratoriya bajarishimizda kerak bo'lgan asboblar tok manbai, ampermetr, mis kuprosi suyuqligi, eritmasi, keyin elektron tarzi kerak bo'ladi. Dastlab elektrodning massasini o'lchab olamiz. Elektron taroz yordamida 30,80 gram chiqdi. Buni jadvalga yozib olamiz. Dastlab zanjirni yig'ib olamiz. Manbani yig'ib olgandan keyin manbani 5 volt kuchlanishda qo'yamiz. Qo'yib olgandan keyin ampermetr o'lchaydi. Zanjirda o'tkazgan tok kuchini o'lchaydi. O'lchagandan keyin uni jadvalga yozib olamiz. Bu tajriba 10 daqiqa davom etgandan so'ng tok manbaini elektr tarmog'idan o'sib, mis elektrodlarini olib, uni quritib, massasini o'lchab olamiz. Quyida biz elektroliz jarayonida elektroddan ajralib chiqqan moddani ko'rishimiz mumkin. Quyida biz elektrodga yopishgan modda massasini elektron tarozi yordamida o'lchab olamiz. 34-36 gram. Bizlar tajribamiz davomida o'lchangan hamda olingan natijalarni jadvalga joylab olamiz va quyidagi formula yordamida elektrokimyoviy ekvivalentni hisoblaymiz.